Mana xo'roz kimdan ekan? Xo'roz. Aka sizdanmi? Bu qilmaz ekan. Necha puldan aka? Xo'roz 1,5 million. Voy joning sog' bo'ling. Makiyonlarchi? 1 million? Ikkalasi 1 million. Yirik makiyon ekan aka. Xo'rozni parodasi qanaqa? Xo'rozni parodasi. Qarasmi? Ushab ko'rsak bo'ladimi? Keyin siz uchun men olib turaysiz. Olyapmiz. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube, Instagram, Telegram. Ko'chkilar 100. Ko'rkilar 100. Siznikimi o'zi bu? Ko'rkilar 100 deyapti. Nimaga qochyapsiz? Qanday qo'shaldingizmi? Savollarga javob berasiz aka. Nechta yutganmiz aka bu? Zo'r ekan xo'roz. Yutganmi bu? Nechta yutgan? Bitta. Necha oylik bu? Mayda cho'chasi. Mayda cho'chasi ekan. Qolaman. Mayski cho'cha. 1,5 milliondan qaytyapsiz. Necha pul qildi aka? 900 ming. 900 mingga bermabdilar. Kimdir olaman desa bo'lishni aytib, obunachilarga bo'lishi. Bo'lishni aytib qo'ying, obunachilar. Sotmayman endi. Sotmaysizmi endi? Bitta yutib qo'ydi bozorda. Bozorda mana bitta yutib qo'yibdi, 1,5 million aytayotdi, endi sotmas ekan. Xo'p. 1,5 million bersangiz sotmaysizmi endi? Yurishni olib qo'ydi, yurishni. Suyagi buzug'ini sekin. Hali bu o'sib semiradi ekan. 5 kiloga bormaydimi aka? Semirsa yaxshi yedi. 5 kilodan o'tib ketadi. 5 kiloda. Makiyonlari. Monoz-a? Turkiya, monoz Koreya o'rtoqlar mana. Bunisi Turkiya Koreya ekan o'rtoqlar. Xo'roz Koreya. Chiqarasizmi aka? Nimaga bir tomonni yashiryapsiz o'zingiz? Voy shurib qo'yapsiz. Aka kaptarlar necha puldan bildingiz aka? Kaptarlar 20 ming so'mdan qiladi tanlab olish. 20 ming so'mdan tanlab olishiga. Arzon kaptarlar ekanda bunga. Bonus. Bonusga. Bozor eng arzon bozor bo'lib qoldi-da hozir. Ko'rasizmi? Telefon nomer qilmaysizmi? Yo'q, shart emas. Salom qilaman yo'qmi? Yo'q. Qayda aka? Amerikan aka. Amerikani to'g'ri ekan. Bu o'g'lim Amerikan. Serga. Ya assalomu alaykum, yaxshimisan? Salomatchilik yaxshi. Qanchasizmi? Ro'zalarmi? Uylar bola chaqalar. Ishlaringiz bo'layapti? Xudoga shukr etamiz aka. Qachamasdan. Obunachilar ko'pchilik salom yo'llayapti sizga. Salomat bo'lsin bizni obunachilar, biz aka-ukalar, opa-singillar, biz musofirdalar taniydi oladi bizni. Qarang, 150 ming kam bor aka. Tovuqlarchi? To'g'ri 150 kami bor. Tovuqlar 150 mingdan. Bular oqlar 100 dan kami bor. Oqlar 100 dan. Sesarkalarchi aka? Seserkalar 150 kami bor. Ha, o'rtoqlar sesarka ishqibozlar. Endi o'tkalar ham 150 kami bor. 150 dan kam bor a? Sesarkalar tuxumlaydimi? Tuxumi endi kiradi, aprelda tug'adi-yu bu. Ko'pchilik sesarka so'rayotganda telefon nomerini aytib qo'ying aka. Bo'ldi 95 da. 95 da 770 74 22. 74 22. Shu raqamda bo'ladi o'rtoqlar. Kimdir suratda sesarka esimdan. So'rab qo'ydi, raqam beradi. Telefon raqam qo'yarasizlar. 150 ming. Obunachilar telefon qilsa kamaytirib berang aka. Botir olmang aka. Qo'llashamiz. Isoq sari baraka. Bo'ldi. Aka boshlarlar yana. Ha, salomat. Salomat. Mazza yaxshimi, chachimiz yaxshimi? Ijodda endi uka. Ijod. Nima ekan xo'roz? Nech pul ekan xo'roz? Bir ekan. 1 millionmi? Ha, kami bor. Kami bor. 1 million so'mdan aytishyapti. Cheki chiqib keldik o'rtoqlar. İştahası zor ekan o'rtoqlar. Koreyadaningizmi? Mo'diringiz? Koreya. Ozgina kesin kichkinaroq ekan, bo'lmasam yaxshi makiyam o'rtoqlar. Deb buzarni olib chiqqansiz-da. Yo'q. Shalpanga o'xshayapti. 1 million bo'ladi. Nechtasi? O'zda shalpang makiyonni o'zi. Shalpang makiyonni o'zi 1 million. Bunisi qanaqa makiyon aka? Necha pul bunisi aka? Bu ham 1 million. 1 milliondan kam bor ekan. Ozgina ko'z shamollab qolibdi aka. O'zi zavatskiy ishlar. Yaxshi ketadimi? Makiyonlar zo'r ekan, qiziqqanlarga mana 1 milliondan ekan. Aka tuxumdanmi bular? Bunda ikkalasi. Tulakmi, jo'jami? Tulak. Tulaklar mana qiziqadiganlarga. Deb nomerlarini aytadilar, ichkiga men olaman, men oldim deb narx qilib kommentariya yozaverasizlar o'rtoqlar. Makiyoni qancha makiyoni?
Makiyoni 250 ming kami bor. Xo'rozimchi? 350. 350 ming kami bor. Sizdanmi? Biz senka qilyapmiz. Ikrom aka yaxshi makiyam bor aka. Assalomu alaykum. Iftorga chotki bo'ladi aka, qozonga bosamiz. Xo'p aka. Dekorativniy parandash qog'ozlariga qaragan deyman. Qusham o'tlikda bor ekan, Bentamdan bir juftda xo'roz tamargan ekan. Sizlarmi u? Nech pul deyapsiz? 350 ming kami bor ko'sham. Uchunasini? Ko'sham 350 ming kami, Bentamlar 200 mingdan kami. Ha, Bentamlar bonaga 200 mingdan kam bor ekan o'rtoqlar, mana. Chiroyligini qarang, tovlanib turishini qarang. Qushami 350 ming kam bor ekan. Qushami qimmatroq bo'lagan-da, lekin yana ham Yesin bozorda arzon. Shahar yo'lida bular qimmat. Bitta Makiyoni bo'lsa 1 million aytadi. To'g'rimi? 1 million aytadi. Bentamlarda ham juda arzon narxlar. O'ta ekan. O mana. Tirriga-yu, yeriga. Hoshim Buni kommentariyga yozinglar, bilganlar. Ismi nima, jismi nima, qaydan taniganlar kommentariyga yozasizlar. Salomat. Hoji aka, salomat. Aka qushlardan boshladi bir qushlar. Qushlarni bir obzor qilaylik aka, qushlarni. Qushlarni bir obzor qilaman shu. Salam buni? Yo'q, bu sabab emas, bu kanaraka deydi. Kanaraka nech pul? 200 ming so'mdan. Uchukmi? Yo'q, donasi. Donasi 200 mingdan. Bitta bu Amadinkanov qizil turmush. Bittasi Amadinka. Bu 50 ming so'm. 50 ming. Buni qancha? 60 ming donaga papugayda. Apogaylar 60 mingdan donaga o'rtoqlar. Mazga 200 da. Bu 60 ming bo'ya. Yaratishga? Yaratishga. 60 ming so'm. Gap so'zing mana. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi aka. Muxlislarga alangali salom. Bizni kishi kuzatishda davom etaversin. Narx tushdimi? Ha, sizga tushdi narxi bor. Qancha e'lon qilinchi aka? Ha, 10 ming so'm, 12 ming, 15 ming. 10 ming, 12 ming, 15 ming pishgan xom ham bormi? Pishgani bitta qoldi mana. Pishgan bitta bor ekan. Yangi pishyapti. Hayya, bu aka. Jo'jalarga. Yo'qlarimiz yangi qo'shnilar topinachilar, yangi bog' ekanlar bor. Ziyoni, foydasi haqida gapirib keting aka. Xudo xolasa hali kim ziyon ko'rdim degan, faqat foyda ko'rishyapti. Jo'jaga bersangiz. Jo'ja Makkadan arzon. Makkadan arzon-da? Ha, yem-da endi bu. To'g'ri, yaxshi. Salomat bo'lasiz aka. Gap yo'q. Shu dakallar tanishtirib bering, qanday aka turganligini. Hech tushunmadinglar. Dakallar bor ekan, dakallarni ko'raylik. Qusham yomon qiz. Mini ekan bu. Qusham deganidan o'rtoqlar, o'ta chiroyli ekan o'rtoqlar, mana qaranglar. 350 ming so'm ekan bozorda. Bizni Sishami bozorida juda ham arzon narxda o'rtoqlar. Ba'zi joylarda juda ham qimmat. Xuddi shuni tuxumdan keltirib ochiryapmiz, do'qonlar oqlaridan. Bu Miramir deyiladi endi buni. Miramir, Miramirlar kamyob bo'ladi o'rtoqlar. Shunday tursa chiroyli. 3 kopiyada bu. İşte bana sıkmayız. İşte bu. Tülesi veren orada rakı veren. 200 ming so'm. Xo'roz. Makkadan ham 200 dan, tuxumini haqqa kelasizlar. Ha. Xo'roz jo'ja yosh jo'ja. Jo'ja xo'roz. Mo'lach kattasi yuriga mana. 1 million so'm bu. 1 million? Ha. Makiyonichi? Makani 150 ming so'm bu. Makiyon 100. Kallik uchun. Kallik uchun. Xo'roz 1 million. Xo'roz ushamagan odam. Nechi kilo bor xo'roz? Xo'roz 5 kiloga borib qolish kilo. Ha, bormi? 1 million so'm gap yo'q. Qani burada bo'lsa? Kaptar ishqibozlariga o'rtoqlar. Kelmaslarni kaptar. Assalomu alaykum Abdurahmon aka. Abdurahmon aka, yaxshimisiz aka? Sizlar yaxshimi aka? Ko'rindingiz. Kech qolib ketdik aka. 20 ming o'tib qisasi var. Qaraymas kaptalardi. Mana kaptarlar. Mashg'ullar oldi. 50 ta chiqdi. 50 tadan shu qoldi olasizmi? Mashg'ullar aka hozir. Nech puldan nech pulgacha aka bular? 20 mingdan 50 ming, 80 ming, 70 minggacha. Ular zoti borlari ham bormi? Yaxshi kaptar. Bozorlaridan. 20 mingdan 50 minggacha ekan. Qora ikkalasi modasi ikkilar ham qoldi. Avval narmoda ular. Narmoda. Mana o'rtoqlar. Kech qolib keldik. Bizda ham bor video qilib ko'ring oyda. Qani kaptar, qani ko'ramizda, qani. 10 mingdan 20 50 minggacha turib bor. gap yo'q. Doim Qani ko'ring, kuzating kaptaringiz. bitta sportda bor garant. Mana shaydan o mana shagacha kaptar bozor to'la bo'ladi hozir. Kam qolib kech qolib keldik. Sportlar mana sportlar bor. Oqlar bor. Toshkentskiy deydimi, qopqon deydimi? Spartak deydimi mana. Spartak, ha?
Gulbodammi, bilbola deydi ona. Modani ham olaymi? Nechi pul puli? Bularni 250 ming deyapman, jupini. Qanaqa zot? Qora-mi? Bu bir juftmi? Bizda Sparta deydi bularni. Ha, jup. Shunisi modasi. Sotiladi, nechi puldan bu endi? Bularni 250 ming deyapman. Donasiga. Donasiga 5 euro. Jupiga kelishda beraverasiz-da? Ha, menga Qozotda telefon nomerini Nomer demaydi ko'ramiz. Necha nomeringiz? 94lik 775 775 92 92 telefon raqamlarida bo'lar ekanlar. Azamat. Azamat. Boshqa pullari ham bormi sizda? Menda hakka oqqizlar bor, shaqalar bor. Aloqaga chiqarasizlar, katta bozor. Uylarida ham bog'da qolsa aloqaga chiqsanglar qilib berishadi.